O'zMK vakillarining Belgiyaga safari doirasida Yevrokomissiyaning Markaziy Osiyo bo'yicha departamenti rahbari boshchiligidagi delegatsiya bilan muhim uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuv O'zbekistonning Bryusseldagi vakolatxonasi bilan hamkorlikda tashkil etildi. Tomonlar o'zaro hamkorlikni chuqurlashtirish, qo'shma loyihalarni shakllantirish va kritik xomashyolar zanjirini barqaror rivojlantirish borasida qat'iy pozitsiyada ekanliklarini bildirishdi. O'zMKda Geocom hamda Verizon Group kompaniya vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda tomonlar zamonaviy monitoring texnologiyalari, yer osti infratuzilmalarida xavfni boshqarish hamda geotexnik tahlil usullarini O'zMK faoliyatiga joriy etish masalalarini muhokama qildilar. O'zMKdagi navbatdagi uchrashuv SRK Consulting kompaniyasi vakillari bilan bo'lib o'tdi. Tomonlar mos yo'nalishlarda hamkorlik imkoniyatlarini yanada kengaytirish va rivojlantirish masalalarini muhokama qildilar. Yaponiyaning Jokmek kompaniyasi vakillari O'zMK mutaxassislari hamkorligida Qashqadaryo viloyatida joylashgan Lola-Buloq istiqbolli maydonida yer usti izlanish ishlarini olib borishmoqda. Mazkur izlanishlar doirasida geologik tuzilmalarni aniqlash, istiqbolli kon zonalarini belgilash hamda qidiruv ishlarining keyingi bosqichlarini rejalashtirish maqsad qilingan. O'zMK Toshkent kimyo-texnologiya institutida o'tkazilgan Tarmoq korxona oliygoh zanjiri nomli korxona rahbarlari forumida ishtirok etdi. Forum doirasida mahsulotlar ko'rgazmasi ham tashkil qilinib, O'zMK stendi talabalar va ilmiy tadqiqotchilarning alohida qiziqishlariga sabab bo'ldi. O'zbekiston Texnologik metallar kombinati va Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamkorligida mamlakatimizda ilk bor yirik xalqaro miqyosdagi muhim tadbir Kelajak muhandislari xalqaro festivali tashkil etildi. Tadbir yakunida 4 nafar g'olibga O'zMK tomonidan Expo 2025 xalqaro ko'rgazmasida ishtirok etish uchun Yaponiyaga yo'llanma berildi. Texnologik yutuqlar va yangi imkoniyatlar bilan bizni kuzatishda davom eting.